Hammaga salom aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana shaxto'y. Bugungi o'yinimiz va videoyimiz mana shu o'yindan bo'ladi. Trackers of Europe 3 degan o'yindan va bu yerda biz yuk mashina haydab yuk tashiymiz. Qani bo'lmasam. Men yuk olib qo'ydim. Endi sekin yuk olish yo'lga chiqamiz. Yukni olib kelish uchun bu Play Marketda chiqmagan, hali Play Marketda ko'rsatilmagan versiyasi. Men buni Google'dan yuklab olganman. Biz hozir yukni olishimiz kerak. Yashil ekan. Yukni olgandan keyin qoidalarga amal qilib haydayman. Yutib qo'ying. Faqat yuk olgandan keyin. Hozir emas. Hozir xohlaganimcha haydab turaman. Bunaqa urib, chatib, bir qilib haydayveraman hozir. Hozir bu kitotdi furaga. Beni tez yurib yukni qattiq ekan endi. Sekin. Chiqib yukni topa olaylik. To'xtang, men shuni ulab olaman. Ishda xullas mana yukni oldik. Endi zavod qilaylik. Qaysi tarafga ketish kerak? To'g'ri tarafga ketib ko'ring. Menimcha to'g'ri taraf. O'zimdan ovozini o'chirchi. Endi sekin qoidalarga amal qilib haydashga harakat qilamiz. Ishqilib orqaga qaytmayotgan bo'ling. O'ch. Mana furamiz tashqi ko'rinishi. Salondan haydaymiz. Yo'q, shahar ichidaligimiz uchun sekinroq haydaylik. Mashina ko'p o'tib qolishi mumkin. O'tgan safar ham bu o'yinda video chiqarganman. Ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan safargi videoimda qo'l yo'q edi. Furani rulni ushlaydigan qo'l yo'q edi. Bu safar bor. Sezgan bo'lsanglar, e'tibor bergan bo'lsanglar. Qani yozinglar, e'tibor berdinglarmi yo'qmi? Davay yashil olsin. Mana furamiz hozir. Salonga o'tamiz. Salonda chirog'i ham bor. Oho, bir qo'lda o'shagilarni kim qopdi-yu? Sekin. Yo'qamiz. Professional to'xtatmadi. Sal yursak ham bo'ladi. Proman, ne desam deyman. Benzin, dizel ham kam qolibdi. Bunga benzin solmaydi-yu, dizel solinadi. Orqasidagi chiroq ko'ryapti, bularga bo'ldi. Tormoz so'rayapti, ish qilib bo'ldi. Bo'ldi. Ko'ryapti bo'lsa bo'ldi. Sizlarga. Bizlarda fura mana shunaqa qizil salonli oyog'ini ham tegartar kerak. Ketdik. Biz qo'zg'alamiz tez. Lekin o'rnini bu yopib turamiz-da. Yo'dan buralar. Ketdik shunaqasi endi. Qay? Orqaga qaytamizmi deyman. Hozir bitta orqaga qaytib ko'ringchi. Uzrasizlar. Sal qoidamiz biroq haydash mumkin hozir. Faqat sal ancha
Qancha kilometr ko'payadi? Ko'payyapti cho'ta. Cho'ta o'tib ketdik. Zo'r metrdan o'tamiz. Bu yerdan tez yuraylikchi. Ko'payyaptimi kilometr? Ha, ko'paydi ana. Sekin. Ha. To'xtagan. Sal qoldi. Почти burildi-yu. To'g'risi bosib turay. Anaqalarni yo'q qo'ysak. Ovozini eshitib turishlar xolos. Tegan. Wee. Doy, haydaylar. Ya yomon yaqin turibman bu furaga. Bu avtobusga. Bu odamlarni o'tayman, ketolmayman yaqin turganim uchun. Ko'ringmi oldilar. Sal orqaroq yurchi. Ha, endi yurarmishlar-da. Qizilga yana to'xtaymiz 2 yil. Biz to'g'ri bilan ketamiz. To'xta. Hali ham qizil aka. Hadi. Hadi jinni. Hadi kesib o'taman endi. Qo'ydan bozgan bo'lsam uzr. Sizlardan uzr so'radim. Uzr so'ramading deb yurmaydi. Hozir benzin sotib olib, peshanamizga chiqarib beradi hozir. Benzin kam qoldi, endi sotib olishga majbursan, benzin qolmadi deb chiqarib beradi. Shuning uchun sekinroq yuramiz. Ikki o'tib ketdikmi deyman. Mashinasi shuda yoqib qo'yapti shu. Yo'q, yaxshi to'xtatmiz. Orqadan avtobus kelmayapti, ko'ringchi. Yo'q, yaxshi avtobus yo'q. Nima, semafor ko'rish kerak. Semafor qizilmi, yo'qmi? Ismlariga ham bor buni. Hadi. Yuraylik. Tezroq, iltimos. So'rashingiz chiqibdi. Maktabda yaxshi o'qiyapsizlarmi? Baholar 5 mi? Borasizlar maktabda qoldirmasdan. Ro'zalarni ham tutyapsizlarmi? Kommentda yozinglar. Обязательно yozish kerak. Yomon tezlashib ketdik. Sekinroq yuraylik deyapti. Sekin burilaylik. Mana qala qilib. Qani kilometr kamayyaptimi deyman-ku. Balkim 9 kilometr. Mayli, yuraveraylikchi, balkim ko'payib qolar. Bizlar qayerga borishimiz kerak? Yo'q. Telefonga qayerda u? Taxminan mana shu tarafda bo'lsa kerak terminal. Ha, yo'q, qaytishimiz kerak hozir. 100% men bilaman. Qaytib ko'ramiz endi. Endi bitta qoida buzib haydab ko'raman. Tez qaytib ko'ramiz. Hali kartadan ko'rsanglar bir tarafli yo'l ko'rsatyapti, ya'ni bu yoq tarafni. Menimcha endi to'g'ri ketyapman-ku.
Mayli qoidalarga amal qilib yuraveraylikchi. Endi sekin to'xtaymiz. Yuramiz ekan. Davay. Bostik yur. Yur ketdik. Davay tez. 8 marta qaytdim orqaga. Iloji boricha tez borishim kerak. Kilometri ham uzoq qaranglar, 2 kilometr. 468 kilometr. 10 soat yo'lni ko'rsatgan. Davay. Davay tez. Haydanglar tez. Va shoshiling shuning uchun kesib o'tarkanman. Telefon qilib yetishdi kerakchi. Yukim shoshiling. Davay. Zavod qilbos. Yukim shoshilinch ekan. E'tibor bermaysizlar, yukim shoshilinch. Obunachilar bilan e'tibor beringlar, yukim shoshilinch. Yaxshi. Yukim shoshilinch bo'lganligi uchun bu yo'ldan sekin o'tamiz. Yaxshi yukimni shoshiltirib oldik endi. Endi biz yo'lga tushdik hali. Yashildan o'tdik yaxshi. Bir qo'lda haydama, avariya bo'lib o'lasan. Bu haydashda. Shopar. Deb kommentga yozinglar shunaqa deb. Keyin o'tgan videoni ko'rdinglarmi? Like bosdinglarmi? Keyin bu videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, komment yozinglar, jo'natinglar, podelitsия qilinglar, yuklab olinglar videoni, hamma narsa qilinglar. Biroz like bosib obuna bo'linglar. Eng asosiysi shu men uchun. Furam buzilib qolishiga sal qoldi. Davay. Orqaga. Davay. Endi tez yuraylik. Yetib boraylik tez. Hop, 10 soatli yo'l ekan. Hayotda bir yarim soatli yo'l bo'lsa kerak, 40 minutlik. O'yinda 10 soatli, ya'ni o'yinda vaqti bilan 10 soat yuramiz. Hayotda vaqti bilan taxminan 20 minut, yarim soat 40 minut yuramiz-da hayotdagi vaqt bilan. Agar tez yursak kamayishi mumkin vaqt ham. O'zi video shunchalik cho'zilib ketdi, mayli men saqib ko'rasizlar zato. Meni yuk zo'r ketyapmiz o'zi ham. Dahshat ketyapmiz. 100 ketyapmiz o'zi ham. Biram tez ketyapmiz. Necha kilometr? 23 kilometrni endi bosib o'tdik, hali yarmi ham emas. Agar vaqtim bo'lmay video tugab qolsa, yarmini qolgan shu videoda ikkinchi qismini chiqaramiz. Agar bus-butoq qilib olamasam yoki ikkinchi qism qilib o'tirmay, o'sha 2-3 kundan keyin chiqadi, ikkita qism ham qo'shilgan bo'ladi-da. Qaysini xohlaysizlar? Kommentga yozinglar. Ikkita qism qo'shilganimi yoki-da 2 qism qilganimmi, ya'ni ikkita video qo'yganimmi? Qaysi biri qilishimni xohlaysizlar? Kommentga o'tib qo'yasizlar. Shiqir qilib yozib qo'yasizlar.
Ben otuşum gerek. Kaç. Yükün şaşırınç beni. Tez varışım gerek. Neft mi gaz mı var mı? Nima var mı? Fruktoy soğuk. Nima bu? Soğuk oborayotgan ekanman. Qayerga boraman bitta ko'ring. Tremolga so'k kerak ekan. Shunday tez olib borish kerak degan bu. Tremoldagi odamlar so'k ichgisi kelib qolibdi. Akalar, nima qilamiz endi? Tez olib boramizda qoida poygaga qaramasdan. Ay. Qo'liga bog'ib qo'ydi. Bu yoqdan sekin o't olishga harakat qilamiz. Urmasdan, iloji boricha. Qochishga kamera to'g'ri. O'g'irla. Avval to'g'ri kamera. 155 bosmoqmiz. Videoni davom ettiramiz. Hop. Sekinroq. Tezroq. Bizning shoshilib 160 bosayotgan joyingizda burilish kelib qoladi. Chunki uchib ketishimiz mumkin mashina bilan, shuning uchun sekin 120 qilib bosaveramizda endi. Nerede uxlaydigan joy. Biroz qisqa yaptım, ko'rib oling. Bunaqa qo'yamiz speedometrlarni. Ham shu biroz yo'q, lekin uxlash kerak mayli. Nazorat qilish kerak uxlash uchun. Hemen bir yo'ldan o'taman. Vay, postga deydi. Yoki post emasmi? Post emas ekan. Hani şu yoldan bassak, bitta joyga kirishimiz kerak ekan. Sekin kiramiz yuzda. Mana shu yerdan kirishimiz, burilishimiz kerak ekan. Iloji boricha sekinroq. Chunki bet burilish, avariya bo'lib ketishimiz mumkin. Sekin yana bir bor sekin. Va bosdik endi bu yoqqa manimcha. Manimcha bu yog'iga bosammi? Hop. Harakat qilamiz menga. Bir nimadir qilamiz. Menimcha yomg'ir yog'yapti o'yinda. Ben video ko'chada turib olmayman. Shu ham e'tiborga olinglar, shuning uchun g'alati qanaqadir ovozlar chiqsa, menda masayib. Sekin. Uy, o'tgan ko'rdinglarmi? Uy, uçurardı bana. Al. Ben uçurardım. Bitti başladı. Bilmezden. Probkada turarken biz postta sekin probkada turarken biz Çiçilikçe turamiz probkada.
To'xtang. Orqaga yurib. Birinchi inson tez otib olamiz. Hop. Mashina yuvib qolganiga qo'yibsizlar. Bu o'yinda shunaqa baglar ko'p. Uzr. Lekin razalablar yaxshi ishlagan. Fizika tomonlama ham zo'r. O'yin hamma tomonlama zo'r. Play Marketda 0.7.1 versiya. Bu versiyada qo'l yo'q, lekin mana mashinalarni salonlarini yasatsa bo'ladi. Endi tez orada Play Marketdagi versiyaga ham qo'shishadi. Degan umidamiz qo'l. Mana shu versiya kiradi. Men o'ynayotgan versiya 0.63 versiyada. 0.7.63 versiya. Yani unda o'yinni undan oldingi chiqargan videoyimdagi versiya boshqa edi. 0.7.1 versiya. Toshkalar yig'ilib ketdi-ya, sekinroq yurish kerak degan. Biz bu yerdan ketmasganmiz. Bu yerdan ketarkanmizda most ustiga chiqish kerak ekan. Bizga. Orqaga emas, bu yoqqa emas, naborot xullas qaysidir tarafga ketamiz de. Orqamdan kelayotgan odam shu probichada qanaqa qilib haydaydi ekan o'ylayotgan bo'lsa kerak. G'alati haydayapti deb tushunmagandim. Buni tezlashamiz ekan. Yüz ketyapmiz uji. Chunki motori kuchaytirilgan buni. Motoritsiya bo'lgani uchun motorlarni sotdik. Shuning uchun sizlar probkada deydi. Ben sekin yuru. Hemen. Necha kilometr bosib? Yo'q. Почти yarmini bosib o'tibmiz. Yaxshi. 12-chi skorsda 140 ketyapti, ura olmasak. Max skorsini ham bilamiz, maksimallisini ham. 150 ga chiqdik o'sha. 155. 160 ga chiqib ketadi hozir mana. 160. Nasıl neyse 165 yurotdi, 166. Sekinlashamiz majburman. Bu yerda o'tarkanmiz biz sana. Ben Furay'ı izleme. Biz bir yerda o'tiramiz sekin qochiydi ular. Hop. Fura orqaga o'qib ketdi bichara. Urib orqaga o'tkazib yubordim. O't bunu bir. Nasanda aylar o'taman. Hop. Deyakansk ketamiz endi. Hech qayerga to'xtamasdan tormoz bilan burilib drift bo'lib ketdi hozir. Bilyapsizlar. Qani drift ko'rasizlar. Yo'l. Ko'rlar. Mayli, chunki juda hayoyonlayman. Shuning uchun birinchi insondan bosamiz. Avtobus mani ham avval ko'zotdi. 100 ketyaptimi yo? Men endi 100 ga chiqdim. Avval qo'yolmaydi u, men bu tezligimda. Men yomon tez yuraman. O'tolmaydi. Avval 120 yurib baro. 184 kilometr bosib o'tibmiz. Hali endi. Yaqin qoldik, ozgina qoldi.
Bitta avtomatический gaz bosadigan qilib qo'ysa bo'ladi, lekin bu narsa xato deb o'ylayman. Bunaqa qilib qo'yish. Bu avariyaga yo'q bosamiz. Bilmayman. Biz bir haydovchi emasmiz, boshqacharoq. Biz o'shanaqa emasmiz. Bir haydovchi emasmiz, ya'ni tez boradigan. Avariyani yoqib turib. Hop. Oy. Ha, bu yerga o'tib olamiz. Deb ketsak bo'lmaydi. Uçup geçişimiz mümkün. Lekin bu furani yamoqliga geçip qolamiz. Yana 150ga chiqdik. Şimdi sekin bu yerga o'tamiz. Normalde haydamamız degan umiddamiz. Men normalde haydamamman. Yaxshi haydovchimanmikan ko'ringlar. Uy. Bravo Renni. Ay. Vurduk. Bu tarafga, orqaga. Oldinga. Umuman avariya bo'ldimi? 218 kilometrni bosib o'tdik, yaxshi. Avariyani o'chiramiz. Deyib bosamiz. Hop. Tez yura olamiz. Keyin videoda yozib qo'yinglar. Ba'zi paytlarda video kesishim mumkin. Qanaqa joylarni ko'proq bo'lsa kesaman. O'sha kesing, uni ham yozinglar. Bu videoni kesmasdan qo'yaman. Keyingi yana shunaqa video chiqarganda kesing yo'qmi yozinglar. Keyingi video uchun yozasizlar. Kommentni. Hop. Yaxshi haydaymanmikan? Uni ham kommentga yozinglar. Kommentariyalar sizlarni kutmoqda, obunachilar. Va kanalga ham obuna bo'linglar, obuna bo'lmaganlar. Mani 99.9% odam taxminan obuna bo'lmasdan ko'radi. Qolgan 0.01% odam obuna bo'lib ko'radi. Balkim bundan ham kamdir. Hozir rulni ushlamayapman. Rulni ushlamasdan haydayapman, chunki uyga kiryapman ko'chadan. Rulni ushlamasdan haydash qanaqa oqibatlarga olib kelishini ko'rdinglar degan umiddaman. Rulni ushlab olamiz. Ancha yorug'lashdi. Haydashimga qulay bo'ldi. Benzin solish kerak, dizel solish kerak tez. Sudlik bilan. Nima qilyapsiz? Okay, nima qilyapsiz? Soyalarni ham yomon ishlab qo'ygan bu. Ko'ringlar. Furaga qarasangiz soyasi tushib turibdi bizning furani. Bizning fura legenda-yu. Keyin furani almashtiraymi, uni ham yozinglar. Boshqa furaga almashtiraymi bu furani? Scania emas, boshqa o'sha furalarga almashtiraymi yoki yo'qmi, yoki keyingi videoni ham shu furada chiqarib, undan keyingi videoni boshqa furada chiqaraymi, uni ham kommentda yozinglar. Kommentda yozadigan narsalar ko'p sizlarni. Hamma aytgan narsalarni yozinglar. Niye avariya qoldi? Mayli.
Avvalringani yoqib bosamiz bize. Oy 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 oy. İçeriye kal. Sonra haydi havamızı. Keyin ko'rganmiz seni oldu hozir. PUBG'dan video chiqdi. Uni ham ko'rib qo'yinglar va obuna bo'lib, like bosib, поддержка qilib, jo'natib odam ko'paytirishga yordam beringlar. Kanalimda obunachi ko'paysa, prosmotr ham ko'payadi. Prosmotr ko'paysa, obunachi komment, like ko'payadi. Shuning uchun obunachi ko'paytirishga yordam beringlar. 170 to'g'ri vuramiz. Ko'rsam ichkariga kirib salonga. Birinchi лицо deyiladi. Первое лицо, третье лицо. Shunaqa. 170 haydayapmiz. Maksimal skorost 170 ekan bu furamizda-da. Ne 170 ekan. Oshmayapti ham, tushmayapti ham. Ha qadar yo'lga kelib qoldik. To'g'rimiz bilan yuramiz. Yana post. Bitta kirishimiz kerak. Uzr. Anam uçup gitti. Tızanaklar. Doima tez o'tishim kerak hozirda. Uzr ko'rmay qoldim. Chiqib pulni to'liq bersin demayman, chunki hozir urganimiz uchun ham pul to'laymiz. Minus qiladi puldan. Zapravka qilib olishimiz kerak. Ko'rdim bitta pulli bak zapravka yetmayapti bunga. Shuning uchun ancha pulni almashtiraman. Tez orada sizlar yozsanglar almashtiraman. Yozmasanglar shu ko'p beziydigan pulda, ko'p teziydigan pulda yuraveramiz. Drift. Drift bunlar kerakchi. 40 yurimiz. Mana chiroqlarni yoqib berishdi. Biz ham chiroq yoqib yuramiz. Chiroyli bo'lib. Hamma chiroqni yoqibdi. Yaxshi biz ham yoqibmiz. Bo'lsa, sharmanda bo'lardi videolar. Keyin yozinglar kompyuterda ham, ya'ni Minecraftdan, Roblox kompyuterda ham o'ynab chiqadingmi? Uni ham yozinglar. Keyin chiqadigan qanchalar yig'ib berishinglarni ham yozinglar. Yani kompyuterda ham video chiqaraman. Minecraft va shunga o'xshagan yana Roblox. Lekin keski bilan yozmaylar. Kes Pro oltidan chiqarishim mumkin bitta. Buni yozsanglar bo'ladi. Kes Pro oltidan. Yani qanaqa o'yinlar bor kompyuter uchun? Buni o'taylik shu. Yo'q, o'tamaymiz. Yani qanaqa o'yinlar bor? Shunga o'xshash. Biz ko'p o'yinlar yozib qoldiringlar. Nima o'yinlar o'ynashim? Madamutmi yoki Madamutdan video chiqaryapman hozir. Menimcha boshqa chiqarmasam kerak. Sonra 2 minut yig'ib bermadinglar-ku Madamut videoga. To'g'ri, endi videoning kачествоsi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ayni поддержка uchun bosinglar, like. Biz burilmaymiz, to'g'ri ketamiz.
Ha. Lan şu tippalıydı yo bu ya. Ye. Ye 268 kilometre basıyor. Ben bak bu ot bize de. Ya bilmeyeyim ben. Lan çabak bot diyor. Ye. Ya video da kakayla. Ne oldu? Ne oldu hazır? Bam. Kıyan iş değil hasılı. Oho. Tippaliyle çıkan hazır bize lan. Oyunda keşke vallahi hayatta kara iyi keşke olmadı. Ben şu zapravka çıkması gerekiyor bu etraflarda. Şöyle bugün yetip varalımız o. Manzaramızga. Ha. Zapravka çıkması gerekiyor. Peki çıkalım ki ne? Suda susamış. Oo. Ben şimdi videoyu da çıkarım ki şu nasıl. Böyle oturdum. Çıkarken. Aç. Su dolduracağımız. Hadi. Çok. Burada. Ha. Şuradan uçurarız. Şimdilik. Ye. Ne oturuyor? Ben opsiyona geçiremedim. Ben sana göstereceğim. Yeter. Teyze tırsma lan. Yeter. Karaktır çıkarsın. Artık ki yeter. Bu yedemez yok kurtardım. Ben Kur'an kurutturuyla. Yani yok ki kez taşıyan. Yok ki kez taşıyan var ama. Geçeceğiz. Ben yapamıyorum. Yaparsın. Kez taşıyan yapamıyorum. Sınavsın. Ya. Ama bu sefer geçeceğiz. Bana dostlar biz kep kaldık. Yine fura götürüp teolar turuşumuz gerek. Çiğden. Ha ne? Çıkışken var olamız. Day açılış ki. Yo benim uçak. Ben de başladım.
Bu tuvalet. Sekin. Hani fizikal ko'ramiz hozir bize. Oh. Ko'ringlar. Fizikasini o'yindi, fizikasini qaranglar. Yomon ishga. Yana mana shu tupak bor edi. Tupak deyiladi bizda. Sekin o'tamiz 5-6 tezlikda. Tez o'tamiz tupaklarga. Bilinmadi. Bu yoqqa ichidan o'tamiz. İçinden sekin o'tinglar. Böyle. Hop, eshik ochil. Davay. Ketdik. Hop. Biz suvda suzib qaysi joyga keldik? Taxminan Tremor taraflarga keldik-da. Lechdan o'tibmiz. Lech taraflardan o'tib kelyapmiz. O'yindagi joy bilan hayotdagi joy boshqacha-da, shuning uchun qaramiz. Hop, endi sekin. Yoki tez. Biz o'shaqa tezlikda tepaga yoki pastga tushamiz hozir. Hop, yana chiqolamiz biz endi. Chiqib oldik-ku, chiqdik endi. Qarang. Yo'l qarab. Probka qo'ydik ham orqamizda. Hop. Ancha bitta zapravka chiqmaydi, 100%. Hozir basharamiz to'g'risini zapravka qilmadi deb chiqib keladi. Oh, zapravka chiqdi. Yo. Tez zapravka qo'yaylik. Uxlash ham kerak ekan. Ha. O'shani o'chirib zapravka qo'yapti. Bo'ldi, bak so'raydi. Do'stlar, nima deysizlar? Qancha bo'larkan? 600 euro bo'ldi. 700 euro, 848 euro bo'ldi bak. 0 qilib turib, taxminan 0 qilib turib, shuncha euroga. Endi 0 bo'lmadi-yu. Zato o'shaqa 848 euro. Biz ham pulga chatsak qancha bo'lar ekan? Biz aytda uxlab olishimiz kerak. Qattandir uxlaydigan joy chiqsa. Hop. Tez uxlaydigan joy topishimiz kerak. Bo'lsam ko'zini yumadi, keyin bitta tog'dan tushib ketamiz. Manda bo'lgan, YouTube kanal ochmagan paytlarim bo'lgan shunaqa narsalar. Ancha oldin bo'lganda. Yo'q, kelamizda. O'sha tap o'chirib, necha soat uxlaydi maksimal? 7 soat uxlar ekan. Ertalab ham bo'ldi, soat taxminan 7 ertalabga. Taxminan 5 da bo'lsa kerak ertalabga. Og'iz yopadigan payt. Og'iz yopadigan paytdan o'tgan hali. Og'iz yopilib bo'lgan. Taxminan 7 og'iz yopilib bo'lgan. Avvaliga o'chirdim, xoslarga yoqib. Hali yo'q. Og'iz yopadigan paytdan o'tgan 100% deymanchi 6 la bor. 6 la bo'lgan. Ertalabki. Degan bor ekan. Ashtorada uxlasang ham bo'lar ekan-u. Zato uxlab oldik bo'ldi. Nima bo'lgan? Avariya bo'lganmi deyman. Ehtiyot bo'lib mendan tushib ketish mumkin. Menda bu ham bo'lgan. Tushib ketganman, mashqqa burilaman deb.
katta gabarit olamaganman, keyin tushib ketganman. Bu yerda nimadir bor ekan. Hop. Qanaqadir yo'lmi? Kimdir kirib ketdi, men ham kira olmaymanmi? Ay, kirib shu palaka chiqarib. Aytdim-ku, kirib yedim. Endi sekin chiqaveramiz-da. O'zi to'g'ridan ketadigan odam bormi? Bor ekan. Oldimizdan mashina chiqib qolmasa yana. Ha, bu yoq past bilan yurar ekan. Bu yerda zapravkadan bir balonlar bor ekan. Zato tepadan yurgan foydasi tunnelni ko'rsataman sizlarga, tunnelni. Ve bittaki tunnelni farani o'chir. Mana tunnel. Такой zo'r tunnel o'zi ham. Tunnelda iti. Ikkita pastdan probka ekan, past, tepa. Tepa normalniy probka emas, tepa. Shunday pastdagilar tepaga chiqmaydigan bo'lsa bo'ladi. Yoki biza pastga tushmaydigan bo'lsa bo'ldi. Tushmasak bo'ldi demoqchimiz. Pastdagilar tepaga chiqmasa bo'ldi, biza pastga tushmasak bo'ldi. 8 kilometrni endi bosib o'tdik. Sekin. Pastdagilarni почти biz bilan bir xil ketyapti, qaranglar. 76 ga tushib ketdi tezligimiz. 74 ga tushib ketdi. 73. Davay, bos. Shuncha kuchli fura bu. Bunaqa kuchli furani ko'rmagan sizlar. Aldagan bo'laman. Ko'rgandirsizlar balkim. Bular tomonda ham tunnel bor ekan. Bular tomondagi tunnel bizning yo'lni pastdan o'tar ekan, bu yoqqa chiqib tipa ilon izi ekan-da bo'ladi. Tunnelda ilon izi bo'lib ketayotgan ekan. Mana shu qo'shilamiz. Bilmadim. Qo'shilar ekanmiz. Ular ham tepadagidek yo'lni ko'rishar ekan. Endi qaytgan lokatsiya. Locationimiz qaytga ko'rsatyapti. Yoki mana shu yerda to'xtaymizmi deyman. Yetib kelibmiz. O'zi video necha minut bo'ldi? Bitta professionalchasiga o'zim parkovka qilib beraman sizlarga. Mana kelasizlar-da, birinchi sora kelasizlar-da. Ichidan haydab. O'ynani ochamiz endi hozir. Qani, bu yoqqa bursak, bu yoqqa buriladi. Demak, biz bu yoqqa buramiz. Sekin. Voy, bizdan qaranglar, bizdan urganimiz uchun 1008 euro shtraf. Juda kech kelibmiz. Xo'p, topливо 106 birmi? 161 litr. 460 17 soatda ketmiz. 17 soat 6 minutda ketmiz. Bir dahshat mayli. Shu joyda video tugaydi do'stlar. Shunday bir qiziq joyda video tugasa g'alatimi? Gapiringlar.
Furamizni vinilni qaranglar. Xullas hammalarga xayr. Sizlar bilan shaxplay bo'ldi. Bugungi o'ynagan o'yinimiz Trackers of Europe bo'ldi va Europe 3 bo'ldi. Va bu o'yinni silkamni, ya'ni Play Marketda o'rnatish silkalarini pastda, ya'ni описаниеda qoldirib ketaman. Sizlar maroqli tomosha qildinglar va video shu bilan yakun topdi. Hammaga xayr.